142 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: El-isti'zanu thalath, fa in uzina lak fa illa farji'. Bir yerga kirishdan oldin 3 qitim ruxsat so'raladi. Agar ruxsat bo'lsa kirgin, bo'lmasa qaytib ketgin. Bu hadisdan söyümlük peygamberimizning nahayet juqur adab axloqning egisikenligini bayqısaq bo'ladi. Agar birer ishikning oldiga kelib qolsaq, ishikni taqildatganda yoki ishikning qo'ng'irog'ini chalganda yoki ovozliq egisini chaqirganda 3 qitimda javob topmasak, qaytib ketganimiz go'zal adab axloqqa yotadi.